Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Diğer haftada xudo xolosa bugun Nexia birimiz geldi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Sons Tramblyor hurmatli obunachilar. Balonlar zavodga balonda turibdi. Bir xatar videomizni qilib ko'rsataman hozir. Churik zanglari chiqmagan, faqat mashinamiz saridan oqa bo'yalgan. Narxi ham zo'r bahada turibdi, 22 million so'm. Metan gaz balonlari bor, hozir bir xatar videomizni qilib ko'rsataman. Aynalar knopkada 268 ming kilometr tuttu. Metan gaz balonlari boyna 22 million parasida. Hurmatli obunachilar, mashinamizni minib ketaverasizlar. Kim qiziqar bo'lsa pastdan o'yinlarimiz qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalarni olib kelsanglar qo'llangancha sotishga yordam beramiz. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.